Mana domlamiz Obidjon aka, Qo'rg'onboy aka. 85 yoshga kirdi. Hamisha biz bilan birga. Sinfdoshlar jam bo'ldilar. Ha, safimiz yana ham kengayib boryapti. Yetamiz. Chiqyapti, boryapti. Bu tuxum sotgani boryapti, o'rta tuxumini bozoriga. Ashuni so'rab qolamda ko'rinmayapti. Bu brakletdan tashlab ketdi, bekir ketyapti, bo'lib yo'l bilan. Sherigizdan so'radim, kecha ham so'radim. Chiqyapti dedi. Yo'q, sherigi bilan o nima tarafga ketayotgan ekansizlar. Do'stlarimiz Andijon shevasida gapiradi. Tabiiy chiqadi albatta. Rahmat. Anjanchasiga. Va halim borda malakali ishlardan bir qarab berdi. Urdo baqa. Endi tuxumlar endi ko'payib